Va alaykum salom. Esladingizmi? Assalomu alaykum. Bir marta chiqargansiz pichoqni so'rab. Ha, sizmi deysiz? Sog'lik yaxshimi? Charchimi? Nima gap aka? Mana haydavering. Yo, to'xtatdingiz endi. Tekshiraylik hamma hujjatlarni. Chiqargansiz, mendan so'ramasdan o'shani. Sizdan so'rashga ruxsat, anaqa majbur emasman. Ochiqlik, shaffoflik prinsipi bor, Konstitutsiyaning 33-moddasi bor. Mayli aka, charchamang. Ko'pchilikni qiynaydigan savol ichki ishlar xodimlarini video tasvirga olib, ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirsa bo'ladimi? Prezidentimiz hamda Oliy Majlis Senatining bunga rasmiy munosabati bor. Faqatgina bitta holatda taqiqlanadi, ya'ni ichki ishlar xodimlarini videosini buzib, obro'sizlantirib tarqatishimiz taqiqlanadi. Boshqa holatlarda obro'sizlantirmasak, video mazmunini buzib, montaj qilib buzib qo'ymasak, video tarqatishimizga ruxsat beriladi. Men o'zim gay xodimlar bilan bo'ladigan suhbatimni qanaqa video registratorida olaman? iBox Flip GPS video registratoridan o'zim shaxsan foydalanaman, ko'rsangiz bo'ladi. Men o'zim ham o'rnatib qo'yganman. Menga yetarlicha barcha funksiyalari mavjud ushbu video registratorda. Nega aynan ushbu video registrator? Sababi haydovchilarga kerakli bo'lgan eng asosiy funksiya bor. Ya'ni bir vaqtning o'zida ham tashqarini va salon ichini videoga olishga qodir.